Do'zaxiy ayollar haqida. Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam Meroj kechasida do'zaxni ko'rganlar va juda mahzun bo'lib yig'laganlar. Rasulullohning yig'laganlarining sababi do'zaxning ahlining juda ko'plari ayollar ekan. Ayollar shunchalik ham ko'p ekanki, ularning azoblanayotganlarning dahshatini eslab yig'lar ekanlar. Do'zaxda ayollarning aksari sochidan, tilidan, ko'kragidan, oyoqlaridan osilgan holda tagidan olov alangalanardi. Bir ayolni ko'rdim, ilon-chayonlar chaqib azoblardi. Bir ayolni ko'rdim, o'zini jasadini o'zi kesib yemoqda. Yana bir ayolni ko'rdim, barmoqlarini, tilini qaychilab dodlardi. Bir ayolni ko'rdim, qornini yorib ichaklarini yemoqda. Yana bir ayolni ko'rdim, qizdirilgan tarir tobutda azoblanardi. Yana bir ayolni ko'rdim, boshi cho'chqaning boshiday, tanasi esa